Akajon. Akajon, ming bor uzr. Faqat noto'g'ri tushunmang. Toshkentga kelganimga bir hafta bo'ldi. Qornim och. Bir so'm pul ishlaganim yo'q. Viloyatga ketishim kerak aka. Даже Sobir Rahimga bora olmayapman. Yordam bera olasizmi? Tushungandirsiz a? Bo'ldi, men sizni tushundim. Siqilmang. Bunday holat har bir erkak kishining boshida bor. Mening ham boshimdan o'tgan. Men sizga qanday yordam berishni bilaman. Yordam berasiz. Bilaman. Tak. Biz qayerdamiz hozir? Yo'nez. Xaritani ushlang. Tak, biz hozir Sobir Rahim topishimiz kerak. Sobir Rahimga borish uchun xarita bo'yicha Chilonzorga borasiz. Chilonzordan to'g'ri yurib boraverasiz, Sobir Rahim keladi. Men sizga yordam berganimdan xursandman. Xaritani yo'qotmang. Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Men mana shu Ramazon oyida bir faqirga yo'l ko'rsatib savob ish qildim. Agar siz ham shunday savob ish qilmoqchi bo'lsangiz, mana yo'lda ko'la faqir